Liangshan ko'lining haqiqiy atamani zodi kim u? Pardarqis haqiqiy kontrol qilib to'g'rirayotgan adam zodi kim u? Oldingi sanda dastlabki ataman Chayjin Xo'jam, ya'ni Wanglun ataman bo'lib turgan vaqtga haqiqiy Pardarqis ataman asli Chayjin Hazrat degan. Unda olsa keyin bu yerdagi atamanlik o'rnini dastlab Chaogay, keyin bu yerdagi Sungjang olgandan keyin bu vaqtda üçüncü bir adam aslında Pardarqisga haqiqiy qo'l yeni bir adam bor. Undaqda bu kim u degan vaqtning o'zida mo'l tapqaq Vuyung. Balkim Nurg'ullar o'ylab tep bo'lgan bo'g'aytinglar. Nima ish bundaq deymiz deganda qaranglar, buni azroq tushundirsak, amaliyat butun ishning Vuyungning o'rinlashtirganligini, bu yerda Chaogayning bir qadamdan dastigini his qila olasizlar. Chaogay asli qanday qadam? Bunun o'zining bir qo'rur joyi bor. Bir kentninki oqsaqli, puldusi puli var, abroy var, hamma narsa var. Nəhayət bəxtiyar yaşayotgan. Mushundaq yaşayotgan adamning qishiga bu yerdagi Vuyung kelib, qasdan aql ishlatib, tiko o'ynab, buni deb, bu yerga Ruannakularning qishiga apirib, uni qilib, oxiri Mavlud so'g'isini bulaydigan qaroq chiqib qo'ydi. Asıl Chaogayning turmushini epetgan vaqtda bundaq qilishning zarurati yo'q. Endi bu vaqtda bu Vuyungning ko'rsatgan tarbiyani qarasanglar, buni bulaydi, bulgandan keyin bir amallarni qilib bu yerdagi Chaogayni Liangshan ko'lga achiqdi ataman qilib. Hammish oldin o'rlashtirilgan. Garchi Chaogay andaq qildi, mandaq qildi deb tasdiqlagandek tug'uni bilan shu Vuyung sizbagan xaritiga shu xishqa bir-birlab tasavvutidir. Endi mush vaqtdagi Vuyungning ko'rsatgan tadbir bu planlari bir qarmaqa bir to'g'ridak Chaogayga yaxshi bo'lgandek turdi, lekin haqiqiy o'ylab beqinglar. Bu Chaogayga foydali qishma bu. Chaogayning uyi yo'q bo'ldi, oilasi yo'q bo'ldi, oqsoqollik martasi o'zi bir gunaka bo'ldi, kechirgisiz. Endi Vuyungning oxirgi maqsadi hargiz bunda oddiy emas, bu Liangshan ko'liga chiqib bu ishlam emas. Vuyungning haqiqiy maqsadi o'rdiga kirib amaldor bo'lish. Orduga el buluş teklifi asli Vuyungning ko'ngildagi maqsad hargizmi Sungjangning emas. Haqiqiy tushunib baqsanglar. Endi bu Vuyungni anglaslab bu yerga xon nim sababdan yaratmagan ish qilib yoqtirmay bu yerga Vuyung orduga kirmisin, amaldor bo'lmasin deb buni chatqa qilibga. Ya aliyularla bulanmay qolgan. Shuning bilan lekin buni o'rgangan bilimlarida bir amaldor bo'lg'isi bor, bir orduga xizmat qilib ishlatkisi bor. Shuning uchun bu boshqacha bir planni o'ylab chiqdi. Endi dastlabki qadamda bu Liangshan ko'liga chiqdi, bu yerdagi ta'sirini barpo qildi. Biroq bu yerdagi ataman Chaogay Vuyungni bu maqsadga yetkazolmaydiganligini his qildi. Ya'ni dastlabki maqsad ketdi, oxirdagi o'rdiq bunday qilishga bu Chaogay orqali yetolmaydiganligini bildi. Biroq Sungjang yetkaza oladi. Sungjang chuqur mashg'ulga opira oladi. Shunga Sungjang mahbus bo'lib tutilgan vaqtingizda Vuyung darhol tadbir ko'rsatib Chaogayga bu yerga Sungjangni qutqizib akilib, taqqa ep chiqqizdi. Endi bu vaqtning o'zida uning ustiga bu Sungjangning endi barar yeri qolmadi. Va taq chiqmay amal yo'q, buningmi boshqa chekinish yo'li yo'q. Buningmi yag'dak xo'shaqidi. Endi bu Vuyung allibirin bu Sungjangni palaych bo'lgan bu. Sungjang chiqsa, chiqib bir fursat topsalar orduga yana el bo'ldi. U chuqum ordu uchun xizmat qiladi deganni bilib bo'lgan. Shun qarsanglar Sungjang chiqqandan keyinlar Vuyungning o'rni o'zgarib ketdi, diqqat qilib beqinglar. Asli Chaogayning beqimdan chiqmaydigan Chaogayning yaqin birodari Vuyung tuyg'usida Sungjangning eng yaqin birodari bo'lib ketdi. Sungjang bilan apaq-chapaq bo'lib ketdi. Shuning bilan bu yerdagi Chaogayga bu Sungjang chiqib ajangni qilsin, ma'ni qilsin deb har xil tadbir siyosatlarini ko'rsatib, barbara Sungjangning og'ziga gap sepirib, Sungjangning inovati, shuhratini oshirdi. Chaogayning huquqiy obro'yini barbara tushab qo'yibdi. Endi Chaogayning mijoz xarakteri qarasak, bu Sungjangga o'xshamaydi. Kishilik munosabatga ancha yomon emas. Sungjangga o'xshash, voy inim, voy andaq olsin masin deb kulib turib, yeyib turib, bundaq ishni qilolmaydi Chaogayga nisbatan. Chaogay nima deydi? Cho'ng yeb cho'ng ichimiz, go'sht yeb ariq ichimiz. Mandaq o'g'il bo'ldachilik tushidi. Lekin qolgan birodarlarning hammasining ko'ngilini tutishqa Sungjangning yomonligini hammamiz bilamiz. Amal yo'q. Shuning bilan bu Vuyungning tadbir ko'rsatuvlar Sungjang to'xtamay uchib nurg'un janglarni qildi, g'alaba qildi, nurg'un buyumlarni o'ljib achiqdi. Shuning bilan buni barbara inovat ko'tarilib ketdi. Chaogay barbara quruq joziga aylanib qoldi. Keyin Chaogay buningga chidamay o'z kuchini bir isbotlab qo'yish, o'zining obro'yini qaytarib bilish uchun Shivungunga qarshi Zungtu shahriga mangdi. Endi Mushiga qarsanglar, azaldan jang bo'lsa mushavir billa bordi. Sungjangning har qatimliq jangida Vuyung billa berib mushavirlik qilgan. Biroq Chaogay baqa vaqtida Vuyung qolib qoldi Sungjang bilan tog'da.
Nimish qilib qildi o'ylab baqqanlar bu mushavir janggo'r mushavirlik qilmasa Chaogay jangni qanday qildi? Vuyung nimish qilib qildi bu yerda. Shuning bilan bu yerda Chaogay urush olgan bilan jang qilmag'achqa udul berib qiltab tushib ketib, Shuvungoning zarlik o'q tegib o'lib ketdi. Endi bu shu vaqt Chaogay yenib kelish jarayonida bu hamma ishni tushundi. Bu ishlarning oldin o'rinlashtirilgan, o'zining texim cho'ng tikoga tushib ketganligini his qildi. Biroq oshkorlab aytsa, buning ayada 8-10 birodarlari bor. Ağlığı yem bo'lib ketdi. Shuning uchun tishin tishlab turib, asli bu dastlab Sunjangni necha qitim ataman bo'l degan. Biroq o'lib ketgan vaqtning o'zida shuning uchun darhol o'zgarib, mening qisosimni kim olsa, shu atamanlik o'rniga chiqsin dedi. Bekal o'zgarib qolgan gap emas bu-chu. Endi keyin qarsanglarmi bu yerda Vuyung Sunjangni o'ng'i mangdi, solg'i mangdi, qarmoqqa bu Sunjangning bir ishlarida qilgan bilan hem işini müşerlik Molotopga Vuyung o'rinlashtirdi. Mo'shning sizgan siziq o'yinchilar mengivatdi o ishlar. Shuning uchun eng oxir qarab beqinglar Vuyung bu maqsadi amalga oshmay hammadan o'lib ketgandan keyin Liangshanko'y qaytib chiqib yuzna bir eg'iz gap qilmaydi o'shada. Lekin ko'zdagi ifodasi mash qayg'udan qarsanglar hamma pushaymon qilib eng oxirida o'zini o'zi o'ldirib olishlik sabab Mushu. Tushundinglarmi? Mazmun yoqtirgan do'stlar meni guvanji qo'lib bir dona yaxshi yurak urib qo'yinglar. Rahmat.